Shahar markazidan quruq yer so'raganlar uchun go'zal taklif. Assalomu alaykum qadrli Zinat uy-joy savdo kuzatuvchilari. Aytib o'tganimizdek, shahar markazida ko'rishimiz mumkin, hovlimizni yarmi sotuvga qo'yildi. Manzilga keladigan bo'lsak, manzilimiz Farg'ona shahrida. Xalq tilida aytganda ekmasam eski To'qaqilibning oldidan kirganda ko'chada. Umumiy uyning maydoni 12 sotuq, shundan 4 sotuqni sotuvga qo'yishdi. Mana bu tomondan darvoza ochsa bo'ladi. Kattagina qilib 12 ga 38. Uzunligi 38, yana 12, yana kelishtirib chiroyli narxda yana chiroyli qilib to'rtburcha shaklda olsalaring bo'ladi. Kelishgan holda uy egalari 4 sotigini 30 ming baholashyapti. Yana sunnatiga chiroyli narxda kelishtirib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Batafsil ma'lumotlarni beramiz. Bu joyda gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan umuman muammosi yo'q. Barcha shart-sharoitlarga ega. Shunaqa quruq Farg'ona shahar markazidan quruq yer oqtarib yurgan tanishlarga video jo'natib beringlar.